Qolgan qarzlarimni qanday to'layman? Ha, Xudoga shukr. Endi nima qilamiz, bu odam o'zi tashlamoqchimi? Shoshmang. Nima bo'lsa bo'ldi. Aka nima? Qo'lingni ol. Meni hayotim bilan nimaga aralashyapsan? Boray. Shoshmang akajon. Hayotingizga burnimni tiqqanim yo'q. O'zi nima bo'ldi, menga tushuntiring shuni. Ikkomiz birdaniga muammongizni yechamiz. Unda eshit, men kollejni bitirdim, institutni bitirdim. Uyda 4 ta diplom chang bosib yotibdi. Men oddiy kirakashman. Uyda 6 oylik farzandim bor. Unga kasha o'birayim, pampers o'birayim. Sen qayerdan ham tushading, boray. Shoshmang aka, shu ham muammomi? Uyda farzandingiz bor. Oilangiz nima biladi? Ularni o'ylang. Bu hech narsa emas-ku muammo. Farzandim o'z yo'lini topib ketadi. U o'g'il bola u. Xo'p, o'g'lingiz katta bo'lib o'z yo'lini topib ketar. Ha, ayolingizchi? Ayolingiz nima bo'ladi? Ayolim ham o'z yo'lini topib ketadi. Sen aralashma. Biz yo'lni topib ketarmiz. Bir hafta azobdan, bir oy azobdan. Ha, ikkinchi oyi nima qiladi? Ikkinchi o'yiga nima? Ha, ikkinchi oyimi Dubayga bo'lib shayxlarning yalla habibi, yalla dedi. Keyin shayxlar turib, yalla habibi, eringa nima bo'ldi eringa? Keyin ayolingiz turib nima dedi? Ha, oilaviy muammon deb o'z joniga qasd qildi nomard dedi. Sizga shu kerakmi? Nima? Yalla habibi, men o'zim unga ko'rsataman. Boray. Ha, ko'rsating. O'z joniga qasd qilarmish. Masalan, men Adin X'ga 45 million yutqazdim. O'z jonimga qasd qilsam bo'ladi.